Mamlakatimiz transport tizimida yana bir yangilik. Toshkent va Sirdaryo viloyatlarini bog'lovchi elektrlashgan temir yo'l tarmog'i qurilishiga start berildi. Poyezd mazkur ikki viloyatning 6 ta hududidan o'tadi. Toshkent va Sirdaryo viloyatlari aholisining boshqa hududlarga ketgan havasi ko'p ham kuttirmadi. Quvonch bo'lib yo'l solib, infratuzilma qo'l cho'zib keldi. Nurafshon, Piskent, Bo'ka, Bekobod, Boyovut, Yangiyer yo'nalishida elektrlashtirilgan temir yo'l tarmog'i qurilishiga start berilishi ortidan endi masofalar imkoniyatni cheklay olmaydi. Tarmoqning Toshkent viloyatidagi, ya'ni O'rtachirchiq va Bekobod tumanlaridagi uzunligi 110 kilometr. Qulay infratuzilma faqat yo'lni qisqartirmaydi, hudud aholisi uchun yangi imkoniyatlar ham degani. Elektrlashtirilgan liniyalar hududlarni chekka degan qarashlardan chiqaradi. Katta iqtisodiy va ijtimoiy harakatning yorqin lokatsiyasiga aylantiradi. Elektrlashtirilgan yo'l kelgan joylarda harakat kuchayadi. Transport, logistika xizmatlari, savdo jonlanadi. Muhim odamlar kayfiyati o'zgaradi. Bekobod erkin iqtisodiy zonasiga shoxobcha temir yo'li tortilayotgani ham yangi iqtisodiy impuls. Chunki investor birinchi galda yo'lga qaraydi. Zamonaviy iqtisodiyot esa logistika kuchaygan joyga oqib keladi. Shu ma'noda yangi temir yo'l butun hudud ritmini o'zgartirishi kutilyapti. Loyiha doirasida 4 ta temir yo'l bekati, 21 ta yo'l o'tkazgich, 6 ta ko'prik va 1 ta nim tortish stansiyasi qurilishi rejada. Bu xalqchil islohotlar ortida minglab oilalarning yengillashgan hayoti, xavfsiz qatnovi va tejalgan vaqti turibdi. Mazkur yo'nalish aholi manzillaridan xoli, avtomobil va temir yo'l kesishmalarisiz loyihalashtirildi. Harakatlar bir vaqtning o'zida ham Nurafshon, ham Bekoboddan boshlandi. Demak, yangi O'zbekistonning hayotbaxsh, insonni o'ylaydigan, vaqtni qadrlaydigan taraqqiyot falsafasi mustahkamlanyapti.